Maşallah onu manzaran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bukvalna bir hafta oldin shu yer nimaga o'xshagan cho'p bosgan o'nqir joylar edi. Alhamdulillah mana Allohning izidan yerlar tekislab katta mollar qozilyapti. Tam tekislasak chiqqan tuproqlarni maytga tashlaymiz. Keyin dальше zatsipka qilib tramboyovat etib podushkalarni boshlaymiz inshaalloh. Hozircha bir hafta oldin boshlagan ishimiz Allohning izidan shu yerga keldi. Lekin hali ish juda ham ko'p. Kim shu yerga hissasini qo'shaman deydigan bo'lsa, kim stroymaterial заниматься etadiganlar bo'lsa, beton, sement, tosh, nima kerak, armatur, tam bizlarga рабочий brigadalar kerak. Kim stroyka bilan заниматься etadiganlar bo'lsa, рабочий sila kerak, texnikalar kerak, KAMAZ, tamom kavlashga ekskavatorlar kerak. Kim o'zining hissasini qo'shaman deydigan bo'lsa, bismillah, eshigimiz doim ochiq. Shu xayrli ishga o'zining hissamni qo'shaman, ya'ni chetda qolib ketmay deydiganlar bo'lsa, hammanglarni chaqiramiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo qilayotgan sadaqanglarni, qilayotgan yaxshiliklarni Alloh taolo o'z dargohida qabul qilib, jannatul firdavslar bilan mukofotlab qo'ysin.